uchta implant qo'ydik, qolganiga silikon tishlar juda chiroyli qilib berdilar. Tabiiy, bitta qaraganda hech kim даже bilmaydi aytsam. Implant guruhga ishonch bildirganingiz uchun kattakon rahmat. Assalomu alaykum. Mening ismim Gulnoz. Botga kelishimdan oldin menga metall keramika qo'yib berishgan edi. U juda ham xunuk edi, qing'ir, qiyshiq. Bittada ko'rgan odam buni bilardi. Keyin men buni almashtirishim kerakligini sezdim, qidirdim. Toshkentga hamma joyga почти bordim desam bo'ladi. Borganimda metall keramikalar oldimda bo'lgani hisobiga o'rniga srazu временный tish qo'yib bera olmasligini aytishdi. Keyin Davron implant guruhga keldim bu yoqqa. O'ylayaptilar srazu implant ekib, joyida sizga временный tish qo'yib beramiz deganlari uchun men shu tanladim. Bundan afsuslanayotganim ham yo'q, chunki operatsiya hamma jarayon og'riqsiz o'tdi. 3 ta implant qo'ydik, qolganiga silikon tishlar juda chiroyli qilib berdilar. Tabiiy, bitta qaraganda hech kim даже bilmaydi aytsam. Men bundan xursandman. Implant guruhga ishonch bildirganingiz uchun kattakon rahmat. Bu bizning komandamiz tomonidan sizga sovg'a. Rahmat. Men bu implant guruhni tanlagandan hech ham afsuslanmayman. Sizlarga maslahat bergan bo'lardim.